dorixonalardan elektron retsept asosida dori vositalarini sotib olish 3 xil yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin. Tibbiyot xodimi shifokor tomonidan bemorning qo'liga beriladigan elektron retsept qog'oz varianti QR kodli yoki u QR kod bo'lmasa, bemor yoki uning yaqinlari dorixonaga borib, retsept yozilgan insonni JSHIR kodini aytishadi va dorixona xodimi ushbu JSHIR kodini tizimga kiritib, u bemorga qanday dori vositalar tayinlanganligini ko'rishi mumkin va bu asosida dori vositasini sotishi mumkin. Va shu bilan birga tibbiyot kartasining raqamini bilsa, shu tibbiyot kartasi raqamini aytib, dorixonada dori vositasini sotib olishi mumkin. Yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimizki, bir retsept asosida misol uchun tayinlangan 4 xil dori vositasini agar bittasi bir dorixonada bo'lsa, qolgani bo'lmasa, bu dorixonadan sotib olib, qolgan preparatlarni boshqa dorixonalardan ham sotib olish imkoniyatiga ega bu tizimga yo'l qo'yilgan. Ortiqcha aholimizning ovoragarchiligi bo'lmasligi uchun shu bitta retsept to'liq dori vositalari sotib olinmaguncha u amalda bo'ladi.